ko'pchilik insonlar muvaffaqiyatli insonlarni faqatgina hozirgi kuniga qarab baholashadi. Uni unday qilibdi, buni bunday qilibdi. Lekin masalan o'zimdan ham kelib chiqib aytadigan bo'lsam, menda ham xuddi shunaqa o'quvchilarimga qiynalgan paytimni aytib bersam, ishonishmaydi. Ustoz rostdan ham shunaqa bo'lganmi? Masalan uchun Toshkentda o'qiganimda tangamni sanab yurganman. Avtobusga pulim yetadimi, yo'qmi deb tangamni sanab yurganimni aytsam, bo'lishi mumkin emas. Bu gapga ishonish qiyin deyshadi. Ha, chunki siz ne'matlar ichidaligingizda insonlarga xuddi Allohning nazari tushgan, xuddiki Alloh tanlab olgan inson bo'lib ko'rinasiz. Lekin Alloh tanlab olgan deyish Allohning sha'niga biroz tuhmat bo'lib qolmaydimi? Ya'ni Alloh nega o'z-o'zidan kimnidir tanlasin? Alloh doim bizni o'zimiz qilgan harakatlarimiz, qilgan amallarimizga ko'ra tanlaydi. Ya'ni oyatda ham aytadi, taqdir seni amallaringni bo'yningga ilinib qo'yilganidir. Ya'ni hech nima sizni o'z-o'zidan sizni bo'yningizga ilinmaydi. Taqdir bu o'zingizni amallaringizdan kelib chiqqan natija hisoblanadi deyiladi. Misol uchun o'zim ham Rossiyada ishlaganman, Turkiyada ishlaganman. Rossiyada misol uchun уборщица bo'lganman, homilador bo'lganman. Homilador holatimda bo'shatib yuborishmasin deb posuda ham yuvardim, o'zi dasturxonlarga dazmol qiladiganchi bo'lib ishga kirganman. Lekin mana shu homilador holatimda ruslar yoqtirishmaydi homilador ayollarning ishlashini. Haydab yuborishmasin yoki nimadir deyishmasin. Men kerak bo'lay, bularga kerakli inson bo'lay deb harakat qilardim. Salatchiga ham qarashardim, shashlikchiga ham qarashardim, pekarniga ham o'tardim, xamir qorishardim. Buni ustiga singlim bo'lgan yonimda. Singlim ish qilishni unchalik yoqtirmasdi. Endi onamning erkatoyi bo'lib o'sgan. Singlimni o'rniga ham u kirib podvolda uxlab yotardi. Men uni ham o'rniga, u pollarni artishi kerak. Men uni ham o'rniga pollarni artib harakat qilardim, что ana shu vaziyatdan yaxshi chiroyli o'tishga. Va bilasizmi, har bitta narsani, har bitta sinovning oxiri bor va oxiri mana shu natijalar hisoblanadi. Shuning uchun men rivojlangan insonlarga qaraganimda hech qachon u unday, bu bunday demayman, chunki bilaman rivojlangan insonlarni o'tmishida buyuk bir tarixi bo'ladi.